Nazariy imtihonga mustaqil tayyorlanayotganlarga top 3 maslahat. Uchinchisi aniq sizga foydali bo'ladi. Birinchisi, mavzular ketma-ketligiga oid bo'lgan savollarni tizimlashtirilgan tarzda mukammal o'rganing. Ikkinchisi, imtihonga tayyorlanish jarayonida savollarni ham, javoblarni ham umuman yodlab olmang, chunki imtihonga borgan paytingizda savollar ham, javoblar ham o'zgartirilgan bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlarda imtihonda qiynalib qolishingiz mumkin yoki yangi qo'shilgan savollar bo'lsa, bir-biriga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Uchinchisi, imtihonga tayyorlanish jarayonida eng ishonchli savollar bazasidan foydalanishingizni maslahat beraman. Menda bunga unikal yechim bor. Onson Prava ilovasi. Uning ichida 1200 tadan ko'proq savollarning varianti bor, xatolarni tuzatish bo'limi bor, ovozli xabar orqali yechish imkoniyati mavjud bo'ladi. App Store, Play Market yoki Instagramdagi bioda link qoldirganman. O'sha linkka kirib, Telegram bot orqali shug'ullansanglar bo'ladi. Foydali maslahatlarni o'tkazib olmasligingiz uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoni ishonchli ilova qidirayotgan do'stingizlarga jo'natib qo'yinglar.